Assalomu alaykum, klub mayna obunachilari. Bugun mana 22 aprel. Inshaalloh Xudo xolasa bugun sizga qo'pilamiz. Ularni büyüt yeri. Yani bu kuni video qildim. Ko'pchilik qiziqdi bu videolarga. Bu kunlarga uzun. Mana shodani qilib, uzunligini qilib, shodani uzunligini uzoq ketgan. Bu ham yerunda hali bu. Birinchi chiqqan mevalari shoda kalta bo'ldi, o'zida chiqdi. Keyingilarniki shodalar uzun bo'lib kelyapti. Yangi chiqib kelganlari. Birinchi changlanganlari mana katta mana mevalar qo'yadi. Asosiy ham katta. Rolik boshqa davom bo'lib kelib qoldi, mana pishib ko'payib mana. Endi guyut donab kelganda ko'radilaring, katta mana. Yiqilib qo'lga olsam yaxshi ko'rinadi. Katta mana. Xudo xolasa hosil olamiz mana. Boshladi. O'sha bitta ikkita hatto pishib boshladi. Bu 10 kunda bu qaynab ketadi bitta hosil. Mana Xudo xolasa hosillar o'zi ham ko'rsangdan bo'ladi, yuqoriligini. Shodalar qilib, uzun badan qilib, shodani balandligini mana tagida o'zagini qilib, qalinligini. Ya'ni yuqori hosildor edi mana. Mana o'sha mo'ylar chiqib kelyapti o'sha. Shunaqa bu mo'ylarni yaxshi tashar ekan bu ham. Polni mo'ylar uzib babidan chiqib keldi. Bu qota yengil o'tadik. Xudoga shukr. Yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib bitta qo'llab qo'yasizlar. Menlar uchun